Assalomu alaykum Tianchen kompaniyasining aziz obunachilari. Ba'zi bir fermerlarimizda dehqon xo'jaligi hamda klasterlarimizdan paxta ekish mashinamizga bog'liq savollar kelib tushmoqda. Savollarimiz qanday? Bu paxta ekish mashinasini qanday xususiyatlari bor, qanday xususiyatlarga ega? Bu birinchi savol. Ikkinchi savolimiz, ekayotgan ko'chatlarim talabga javob beradimi? Bu ko'chatlardan men foyda qila olamanmi? Ikkinchi savol. Va uchinchi savol, bu paxta ekish mashinasini sotib olsam men qanday qulayliklarga erishaman va qanday yutuqlarga erishaman degan savollarga bugun javob berib o'tamiz. Birinchi savol. Bu paxta ekish mashinasini qanday xususiyatlari bor, qanday xususiyatlarga ega? Bu paxta ekish mashinamiz har tomonlama mukammal darajada ishlab chiqarilgan va ko'chatlar sonigacha kombaynlarda yoki terim vaqtida agatlarni, ya'ni gredkalarimizni oralig'ini santimetr, millimetrgacha o'lchangan holda hamda hozirgi paytda eng global muammoga aylangan suv muammosi, ya'ni suv muammosini yechimi aynan shu mashinada. Va dehqonlarimizni eng qiziqtirgan savol, bu paxta ekish mashinasini sotib olganimdan keyin paxtalarim xavfsiz bo'ladimi, chigitlarim chirib ketmaydimi degan savolga hozir javob berib o'tamiz. Bu paxta ekish barabanlarimiz minimal 3 sm dan maksimal 3,5 sm gacha chuqurlikka botib va bu qo'shimcha barabanimiz ustiga 1 sm, 1,5 sm qo'shimcha tuproq tashlab berganligini hisobiga 4,5 maksimal 5 sm gacha ustiga tuproq tashlab beradi va chigitlaringiz xavfsiz, namliklardan xavfsiz bo'ladi. Va salafonlaringiz uchib ketmasligi uchun chigitlarni qo'shimcha barabanimiz ustida tuproqni o'rtaga tortib, o'rtadan salafoningizni ustiga tuproq uyib beradi va salafonlaringiz ham bahor shamollarda uchib ketishlikdan xavfsiz bo'ladi. Sizni qiziqtirgan boshqa savollaringiz bo'lsa, Tianchen kompaniyasining ofitsial kanallariga yoki pastda qoldirilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilgan holatda savollaringizga javob olishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.